Tibobatda 90 yoshdan burun ulab ketganlar, nohaq ulab ketganlar yoki bo'lmasa uzi o'ltirib olg'uchilar deb ataymiz. Bu hozirgi ulamlar hozir 35 yosh, 40 yosh, 50 yosh atrofida yosh ulab ketayotganlar kun ko'payadi. Endi biroz o'ltirayotgan bo'lsa-da, yo binodan tushib ulab qolgan bo'lsa-da, yo qatnash orqasi ulab ketgan bo'lsa, uning yo'li boshqa. Bu yosh ulab ketganlar qanday tuyuqsiz yurak kasalliklari bilan ulab ketib qoladi. Biz oldini og'irlayotgan kasallar bilan ulab ketib qoladi. Shunga odatda biz tibobatda 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ishtiganlik odamning eng qiron mazgili deb ataymiz. 90 yoshdan burun ulab ketganlar, nohaq ulab ketganlar yoki bo'lmasa uzi o'ltirib olg'uchilar deb ataymiz. Bu nima sababdan hozirgi bu meditsina shunchalik taraqqiy qilgan, yemak-ichmakimiz shunchalik mo'l saqlashgan shunday mazgillarda yosh ulab kelayotganlar qadamda bir uchrayotdi yoki bo'lmasa qadamda bir unday shum xabarlarni anglaymiz degan chig'imizda. Birinchidan, kutinish yaxshi emas. Xizmat besimi, turmush besimi bak kuchib ketdi deb uxlashni, bularni minimizni aram oldirishga qat'iy sal qaraymiz. Ikkinchidan, mijozimizga beqib tomoq yemaymiz. Issiq sovuqni ayirib tomoq yemaymiz. Qo'shimcha bunda deb o'tab ketaylik tuqqanlar. Odatda yangi tug'ilgan 28 kunlikcha bo'lgan buvaqninki badan ig'liqining 85%ni suv egallaydi deymiz. Olimlar isbotlab chiqdi. Mushu 28 kunlikcha bo'lgan buvaqning badan ig'liqining 85% suv agar tuvallamasa, mushu holatni saqlag'ili bo'lsa, inson abad yashaydi deydi. Mushu suv bo'lganligi sabab. Yosh yo'nab mangan siri o'ylab bakinglar, oyig'i amdilatin tamtilab mangan buvaqlarimiz odatda bir suv uchursa suv dastlab qolmagan. Sababi nima degan chig'imizda, menga badandagi 85%lik suvning miqdori zo'r darajada tuvallab ketdi, suv to'liqlar deydi. Shunga kichik bolalar bunida suv iqtisima turbuni yendan kelmaydi, suvning yendan kelmaydi. Endi u chog'dagi o'smirlik davridagi mizoji bolalarning odatda o'li siqmayil deymiz. O'lchilik ko'p. Endi shu 16 yoshdan 26 yosh, 30 yosh bo'lgan mazgil odatda yoshlik davri deb ataymiz. Bu vaqtga suvning miqdori zo'r darajada bolalarning badanida tuvallaydi. Quruq issiq deymiz. Bunda mazgillarda bolalarga o'l suvi qilmayliroq dori beramiz yoki biz o'l suvi qilmayliroq yemak-ichmaklarni tavsiya qilamiz. Sababi qini qiziq. O'llik suvning miqdori oz. Balaning shu qini qiziq bo'ldi. Shunga odatda 50-60 yoshga odamlar gap taqlashib qolsa qo'rqmaysa, 17-18 yosh bolada nima uchun qo'rqmas? Chunki bola qinidan suv bilan pichoq tiqib o'tisha olmaydi. Qini qiziq, qini sug'urmoq deymiz. Dal badanda quruq issiq kayfiyatning yuqori mazgili bo'ldi. Bunda mazgillarda biz bu yosh bolalarga odatda o'llik mayliroq, sovuq mayliroq dorilardan birimiz yoqimiz yemak-ichmakda ziyoda issiq tabiatli dori berishni cheklaymiz. 35 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan bu mazgil odatda o'rta yoshlik mazgili yoki qironliq mazgili deb ataymiz. Bunda mazgillarda badandagi ho'llikning miqdori asosan ko'payib, badan ham ho'l ham sovuq bo'ladi. Shu o'rta yoshlik mazgillarni biz qini sug'urgan deb ataymiz. Badanda ho'lchilik nisbatan ko'p bo'ladi. Bu mazgillarda, mushqironliq mazgillarda biz quruq issiq mayliroq yemak-ichmak yoki quruq issiq mayliroq dori darmaklar orqali mijoz tanishamiz. 50 yoshdan oshgandan keyin badandagi ho'llikning miqdori zo'r darajada tuvallab ketadi. Shuni terilar bo'shaydi, namlik oz. Bu vaqtda biz sharbat, suyuq turdagi dori darmaklarni yoki osmuko sap qo'ysak, shunday xilkilab ketadi ba'zanlarga. Yashamganlar. Sababi badanga ho'llik to'liqliqligi sababidan. Demak, ko'nilarmi degan bir gap bor. Gar 40 yoshga kiribmi mizoj bilmasa, ol hayvon gach so'zlasa deb. Demakchi, 40 yoshga kiribmi o'zingning mijoz xulqini, yemak-ichmak odatingni bilmasang, nima maskada, nima mas kelmaydi. Baribir hayvon bilan o'xshasan demakchida ajdodimiz. Demak, biz nima uchun bunday yosh ulab ketibmiz degan chig'imizda, mushunda o'zimizdagi yoshlik davr, o'smirlik davr, o'rta yoshlik davr, yashanganlik mazgilidagi o'zimizning mijoz xulqini yaxshi bilanmay, yemak-ichmakdan qarg'ulacha, sog'lomlikni qarg'ulacha qo'g'ilish orqali o'zinglarga oz bo'lmagan kasalliklarni paydo qilib, muddat umrni hayotini oxirlashtiryapsizlar. Shunga hammanglarga deydiganimiz, hayotni qadrlayli, har bir a'zoning o'zgarishlik fiziologik xizmati, anatomik tuzilishi, mushuning o'zgarishlik kutinish yo'llar bo'ti. Mushuni yaxshi bir o'rgansanglar, kitobni ko'p ko'rsanglar degan umidda.